Qonni kasalxonada bo'lib qoldim. Aslida hattoki namozga joyimizga ham o'tira olmasdim. Qari nogiron bo'ldim deb doktorga bormasdan ana shu dorilarga ixlos bilan ichdim-da. Yoshim 55. Men birinchi safar davrinaga ichganman. Davrinaga ichganman, 6 oy ichganman, yaxshi bo'lganman. Ikkinchisida bo'g'imlarga chaqirtirganmiz. Xuddi o'sha Uzinani kompaniyadan yaxshi bo'ldim, Xudoga shukr. Oyoqlarim og'rib, yurolmasdim. Hattoki namozga joyimizga ham o'tira olmasdim. Oyoqlarim ishib, haddan tashqari nogiron bo'ldim deb oxirgilarga yetib boruvdim. Allohga shukr, mana shu dorilardan chaqirib, qizim chaqirib tavsiya qilib ichkizdi. Xudoga shukr yaxshiman. Safimizda o'zi mana bemalol yuribman. Ilgariga yoshligim bo'lib o'tirib turadilar. Ilgari og'ir ahvolda edim-da. Men endi qonni kasalxonada bo'lib qoldim, dedim. Mana Xudoga shukr, hozir yengilman. Yoshligimda qanday qilib xizmat qilsam, qanday qilib yelib yugursam, o'sha holatim Xudoga shukr qaytdi. Mana shu sizlarnikilaringiz bilan qaytdi. Har safar mana shu doktorlar o'zlari taniyman, shularning nomerlaridan olib bilaman. Hammalari hol-ahvol so'rab turadilar. Xudoga shukr, xayrasizlar bo'lakansizlar. Mana zo'rman, ko'z tegmasin iloyim. Men faqat oldinga hammaga shuni tavsiya qilyapman. Xudo xolsa singllarimga ham, dugonalarimga ham hammasini aytganman. Dugonalarim ham aytib qo'ygan shuni. Berasiz, qilasiz deb bizga ham chaqirib bering. O'zingizdan qolgan bo'lsa o'sha dorini ber deydilar. Yo'q deyman. O'zim shifo topdim deydi. Shifo topdim. Shunga rahmat, iloyim tan joningiz sog' bo'lsin. Hammalarga rahmat, tan joylari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Martabalari bundan ham ulug' bo'lsin iloyim. Bizga o'xshagan mana shunaqa qiynalib qolganlarga yengillik ancha yengil berdilar. Xudoga shukr, ming marta shukr. Doktorga bormasdan ana shu dorilarga ixlos bilan ichdim-da. Yaxshi bo'ldim, Xudoga shukr. Shularga ham kuch-quvvat bersin iloyim. Hammalari tan joylari sog' bo'lsin.